Endi ijtimoiy tarmoqlarga kirishga ham qo'rqaman. Bu 15 yoshli qizning chin yurakdan aytgan so'zlari. U faqat oddiy suratini Instagramga joylagan edi. Ammo bu surat ostida yuzlab haqoratli, masxarali izohlar paydo bo'ldi. Bir paytlar ochiq ko'ngil va faol bo'lgan bu qiz endi darslarga qatnamay qo'ydi. Bu kiberbullying qurbonining holati. Bugun bolalar va kattalar hayotining katta qismi internetda o'tmoqda. Ammo bu virtual makon doimo xavfsiz emas. Kiberbullying, ya'ni internetda boshqalarni haqoratlash, tahqirlash, sharmanda qilish yoki tahdid qilish ko'pchilikka tanish bo'lib ulgurgan muammo. U real zo'ravonliklarsiz, ammo ruhiy iztirob keltiradigan jinoyatdir. Misol uchun AQShda 13-17 yoshli o'smirlarning 46% kamida bir marta onlayn tahqirga uchragan. Eng ko'p uchraydigan hujum turi haqoratli so'zlar 32%. Ko'p holatlarda, ya'ni 28% o'smirlar bir necha turdagi kiberbullyingga uchragan. Kim va qanday kiberbullyingga uchraydi? 15-17 yoshli qizlar ayniqsa ta'sir ostida. Ularning 54% kiberbullyingga uchraydi. Bu yoshdagi o'g'il bolalar 44%. Kichkina o'smirlar esa 41% ni tashkil qiladi. Katta yoshdagi qizlar ayniqsa yolg'on mishmishlar va doimiy monitoring obyektiga aylanadi. Har kuni internetda bo'lib turgan o'smirlar, ya'ni har doim onlayn 53% kiberbullyingga duch keladi. Onlayn bo'lishi kamroq bo'lganlarda bu ko'rsatkich 40%. Kiberbullying qanday tahdidlar tug'diradi? Avvalambor psixologik salomatlikka zarar yetkazadi. Depressiya, yolg'izlik, o'ziga ishonchsizlik paydo bo'ladi. O'qish va mehnat faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'z joniga qasd qilish holatlariga ham olib kelishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarni izdan chiqaradi. Xo'sh, biz nima qila olamiz? Avvalambor ota-onalar farzandlari bilan ochiq muloqot qilib turishlari kerak. Ular internetda nimalarga duch kelayotganini so'rab turish zamon talabidir. Yoshlarga internet odobini o'rgating. Har bir so'z va izoh ostida odam borligini eslab turing. Kiberbullying jinoyat ekani va qonuniy choralar mavjudligini biling va boshqalarga ayting. Kiber zo'ravonlikni ko'rganingizda befarq bo'lmang. Qurbonni qo'llab-quvvatlash eng kuchli qarshilikdir. Xulosa qilib aytganda, kiberbullying faqat ekran ortida sodir bo'ladigan hodisa emas, balki real hayotda insonlar ruhiyatiga qilinayotgan tajovuzdir. U tinch hayotga eng yashirin va ammo eng xavfli tahdiddir. Uni to'xtatish uchun esa har birimiz ongli, mas'uliyatli va mehribon fuqaroga aylanishimiz lozim.